suvlar filtrlanib olib kelib va shu yerga quyiladi. Bu yerdan Makka aholisiga tarqatiladi. Mana shu katta yomg'irlarga suv quyilar ekan. Xil dengizdan olib kelib, ichayotgan suvlarimiz, mehmonxonada ishlatayotgan suvlarimiz hammasi Jiddadan, Qizil dengizdan keladi. Alloh taoloning Makka shahriga bergan barakatidan suvdan muammo bo'lmaydi. Garchi Makkadan suv chiqmasa ham. Makkada biror o'simlik, meva daraxti o'smaydi, lekin qaysi mevani izlasangiz topasiz. Bu ham Alloh taoloning Makka shahriga bergan barakatidan. Shunaqa barakali joylarda turganligimizni his qilishligimiz kerak. Makka shahri boshqa davlatlarning qiblasi hisoblanadi. Ya'ni biz o'zimizni davlatda turib namoz o'qiydigan bo'lsak, Makkaga qarab namoz o'qiymiz. Makkada turib namoz o'qiydigan bo'lsak, Masjidul Haromga qarab namoz o'qiymiz. Masjidul Haromda turib namoz o'qiydigan bo'lsak, Ka'baga qarab namoz o'qiymiz. Biz bu yurgan yo'llarimiz boshqa davlatlarning qiblasi hisoblanadi. Bir kunda 24 soat bo'ladigan bo'lsa, 24 soat mobaynida biror soniya o'tmaydi, farz namozi o'qilmagan. Doimiy ravishda biz yurgan joylarga qarab farz namoz o'qib turiladi. Shuning uchun Alloh taolo chizib qo'ygan chegaralardan chiqmasdan Alloh taolo buyurgan amallarni qilishligimiz kerak. Yana aytadigan narsamiz, biz turgan mehmonxona Makka shahriga avval bitta yo'l bo'lgan. Makka shahriga kirishlik uchun. Atrofni ko'rib turibmiz. Atrofimiz qonni tog'. Hozir endi texnika rivojlanib, bu yoqdan tunnellar ochilib, tunnel bilan har qayerdan kiradigan bo'lgan. Avval bitta yo'l bo'lgan. Bizning mehmonxonamiz shu yo'lda joylashgan. Qanchalagan payg'ambarlar yurgan, qanchalagan sahobalar kirgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham hozir boramiz Nur tog'iga. Nur tog'idan to'g'ri uylariga, shu biz turgan mehmonxona yo'l orqali to'g'ri borib kelib yurgan. Biz niyat qilaylik, shunaqa ulug' joylarda yuribmiz. Alloh taolo shular bosgan qadamlarimizni to'g'rilarda yurganligimizni, vaqtlarimizni bozorda emas, haramda ibodatda o'tkazishligimiz kerak. Ancha-muncha qiyinchiliklarga sabr qilishligimiz kerak. Ibodatda qiyinchilik bo'ladi. Qiyinchilik bilan qilingan ibodatda 2 barobar savob bo'ladi. Ham ibodat qilganingizga savob olasiz. Ham qiynalganingizmi, buni Alloh taolo biladi. Hozir shu imkoniyat berilib turibdi, undan unumli foydalanib olishligimiz kerak. Hozir inshaalloh mana Nur tog'iga kelyapmiz bahonasi. Sizda odamlar yuribdi-ku. Ha, o'ng tomonimizda mana inshaalloh Nur tog'iga kelyapmiz. Agar ko'rayotgan bo'lsa, oldi tomonda to'g'rida eng cho'qqisida odamlar yuribdi. Hozir yaqinroq ko'rinadigan joyga borsak. Odamlar boshqa Nur tog'i orashigan. Payg'ambarimizga mana shu yerda Qur'on nozil bo'lgan ekan mana shu tog'da. Hiro tog'imi? Hiro g'ori, ha? Tog'ni Nur tog'i, Hiro g'ori, odamlar yuribdi burada. Dem baland. Odamlar yuribdi. Sekinlik tushmaymiz. Haydadik. Odamlar yuribdi burada. Ko'rdik, mana yoz bor ekan. Ko'rdinglar mana. O'ng tomonimizda eng cho'qqida odamlar yuribdi. G'ori shu ko'rinyapti Zafar sizga? Tog'ning nomi Nur tog'i. G'orning nomi Hiro g'ori. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga birinchi vahiy nozil bo'lgan g'or shu yerda joylashgan. Xolos qo'ndik. Xolos qo'ndik. Yolg'iz qolishlikni xohlar. Shu g'orga chiqib o'tirardilar. Shu kunlarning birida Jabroil alayhisalom keldi, "Ey Muhammad, o'qing" dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima dedilar? "O'qishni bilmayman" dedi.
bir necha marotaba o'qing deganda o'qishni bilmayman dedilar va Jabroil alayhissalom shunday ushlab Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni bir qissalarda Rasululloh sallam o'qishni o'rgandilar. Alaq surasini Iqro bismi robbikallazi xalaq surasidan 5 oyat nozil bo'ldi. Bo'lib o'tgan voqeadan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qo'rqib ketdilar. To'g'ri qayerga bordi? Hadicha onamizning oldilariga bordi. Uylariga to'g'ri Hadicha onamizning oldilariga borib, "Ey Hadicha, meni o'rab qo'ying" dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam boshqa ayollariga qaraganda Hadicha onamizni ko'proq yaxshi ko'rardi. Sababi Hadicha onamiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qiynalgan paytlarida doim oldilarida turdi. Hatto Oysha onamiz aytadi, boshqa ayollarga qaraganda Hadichadan ko'proq qizg'anardim deydi. Vaholanki eng kattasi Hadicha onamiz bo'ldi. Makka fath qilinganida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldilariga sahobalar kelib, "Ey Allohning rasuli, bugun qayerda tunab qolasiz? Bu saroydami yo bu sahobanikidami?" deganda, "Hadichani qabrini oldiga chodirimni tikinglar, men shu yerda tunab qolaman." Mana shu bilan inshaalloh ziyoratimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bundan keyingi vaqtlarimizni ibodatda iloji boricha ko'proq istig'for aytib, ko'proq shukr qilib, ko'proq tavbalar qilaylik. Bu vaqtlar biz uchun g'animat. Ertangi kun qiyomat uchun ko'proq g'anima olaylik o'zimizga. Biz bu yerga kelishlikdan avval kelayotganimizda ikkita chamadon bilan kelganmiz. Bittasi kiyim kechagimiz solingan bo'lsa, ikkinchi chamadonimiz ko'rinmaydi. Bu chamadonimiz nima? Savob chamadoni. Biz hozir faqat kiyim kechak chamadonini to'ldiryapmiz. Ko'proq savob chamadonini to'ldirishligimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo ya ayyuhallazina amanu taqulloha va tanzur nafsun ma qaddamat ligha. Ey iymon keltirganlar, Allohdan taqvo qilinglar va har bir nafs ertangi kun uchun nima tayyorlab qo'yganligiga bir qarasin. Ertangi kun qaysi kun? Ertangi kun bu qiyomat kun. Qiyomat kuniga narsa biror nima tayyorladikmi? Qaysi savobimiz bilan, qaysi amalimiz bilan, nimamiz bilan ketyapmiz? Shunga bir qarashligimiz kerak. Duo qilaylik. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin va aqibatu lil muttaqin. As-salatu was-salamu ala rasulina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Alloh subhanahu va taolo ojizona dargohida qabul qilsin. Alloh subhanahu va taolo xato kamchiliklarini o'zi kechirsin. Alloh taolo qilayotgan ibodatlarimizni qiyomatda foydamizga hujjat qilsin. Zararimizga hujjat qillarimizni o'zi ota-onamizni gunohlarini kechirsin. Amin. Ulardan vafot etganlarini, yotgan joylarini jannat bog'laridan bir bog' qilsin. So'roq savollarini oson qilsin. Jannatlarga kiradigan bandalari qatorida qilsin. Alloh taolo bizni bugun ko'rgan joylarimizga katta hajlarda kelib, o'ziga iltijo qilishliklarimizni hammamizga nasib qilsin. Alloh taolo bizni bu yerda qilayotgan ibodatlarimizni o'zi va'da qilganidek 100 ming barobar darajada qilayotgan ibodatlarimizni qabul qilsin. Bu kelishligimizni oxirgisi qilib qo'ymasin. Alloh taolo qayta kelib shu yerlarda o'zini mehmoni bo'lishlik sharafini hammamizga qayta nasib qilsin. Jannatlariga kirgizib, jannatdagi eng oliy ne'matlar, mukofotlardan bo'lgan o'zini jamolini ko'rishlikni hammamizga nasib qilsin. Alloh taolo bu jamoatni ham qanday yurgan bo'lsak shunday to'planib jannatlarga kirib, jannatlarda ham o'tirishlikni hammamizga nasib qilsin. Va sallallohu va sallama ala sayyidina va nabiyina va maulana Muhammad bi rahmatika ya arhamar rohimin. Alloh. Amin.